Jimjit kutib suyishimni sezmaganda öksüşlerim dilimizni ezmaganda men ketaman ketganimda sig'inarsiz öksüşlerim dilimizni ezmaganda men ketaman ketganimda sig'inarsiz üstünde diken üzüp saldınız mı? Taşlap ketken gülni eske aldınız mı? Sevgi istep divanı dep aldınız mı? Kalgan keçilerde sığınarsız Sevgi istep divanı dep aldınız mı? Yalnız kalgan keçilerde sığınarsız Çağırarsız men yanına gelmez dedim Kadrim mütken şu günlerde sığınarsız Çağırarsız men yanına gelmez dedim Kadrim ötken şu günlerde sığınarsız Çağırarsız men yanına gelmez bedim Kadrim ötken şu günlerde sığınarsız Kadrim ötken şu günlerde sığınarsız Ben izchil sizdan bir ishni tushirib kelgan. Qaragan tugun vaqt kelgan o'xshaydi. Men bir qatam to'y qilib ajrashgan. Mana 3 yil bo'pti. Usta bo'y topib da'vat qilay.
to'y qilaymi deb o'ylashdim, lekin muvaffaq qilganimiz yo'q. Ana hozir sizni uchurdingiz. Raskatni qilsam, sizni yaxshi ko'rib qoldim. Agar siz xush bo'lsangiz, men qo'shilaman. men de sizga ishim demadim. Bilmasiz nima deydiganingizni. Unda nima ishga qo'shilmaysiz? Ha? Men homildor bo'lib qoldim. Muhammedar? Unda siz yaxshi ekan bu. Mening oldin turmushimdan nima ishga voz kechganligimni bilasiz. Shu bola uchun. Ayolim tug'maganlik uchun biz ajrashib ketdik. Mana hozir balama bo'ldi. Endi siz tayyorliqingizni qilsangiz, qo'sqingiz sal chiqib bo'lg'ichidan to'yimizni qilsak bo'ladigan ish bu. Nima bo'ldi? Lekin men qo'shilamayman. Chunki mening sharoitim sizga mos kelmaydi. Har xil turli ishlar bor turmushimda. Men siz o'ylagandek chiqolmayman. Haram. İkimizin ko'ngli bir yerga kelsa, ikkimizning fikri o'ylaganlar bir yerga kelsa, qog'ozdan kichik ishlar. Ha? Bo'ldi. Qog'ozlarni kallangizni o'tkazib, tish qo'saqmish bir oy ichida to'yimizni qo'yib tayyorlikni boshlaymiz, ha? Xo'p. Unda bo'lsa bugungi mashqimiz mushaga chiqib olsin. Qog'inni